Bugun depressiya neyrobiologiyasi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot ko'proq mutaxassislar uchun. Bilamizki, depressiya bu shunchaki kayfiyatni buzilishi yoki bir qayg'u emas, balki shu miyada biologik o'zgarishlar kechadi. Birinchidan neyromediatorlar disbalansi bo'ladi. Bu ko'proq shu dopamin, serotonin, noradrenalin darajasini pasayganda insonda qiziqish pasayadi, shu kayfiyati tushadi. Ikkinchidan, miya strukturasidagi o'zgarishlar. Agar masalan aytadigan bo'lsak, gipokamp kichrayish xotira va hissiyotga ta'sir qiladi. Amigdala esa haddan tashqari faol bo'lib, xavotirni kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, stress gormonlari, bu kortizol yuqori bo'lgandan keyin uzoq muddat nazarda tutyapman, shuni bilib qo'yinglar. Kortizol qisqa muddat stress paytida yuqori bo'lishi bu nabarot yaxshi ta'sir qiladi. Bu himoya reaksiyasini o'taydi. Agar uzoq bo'ladigan bo'lsa, miya hujayralariga zarar keltiradi, natijada xotira, diqqat susayadi, uyqusizlik va charchoq ko'payib ketishi mumkin. Bundan tashqari yana bir muhim nuqta bu neyroplastiklik pasayishi. Nima degani? Bunda neyronlar hosil bo'lishi sekinlashadi. Shuning uchun insonning moslashish qobiliyati pasaya boshlaydi. Demak, xulosa shuki, depressiya bu real biologik asosga ega holat hisoblanadi. Uning yechimi ham tibbiy va ilmiy asoslangan bo'lishi shart. Qanaqa yechimlar bor? Birinchidan bu farmakoterapiya, ya'ni neyromediatorlarning disbalansini to'g'rilashimiz kerak. Boyaga serotonin, dopamin va noradrenalinlarni. Bu antidepressantlarni to'g'ri tanlaymiz, dozasini va monitoringga boradi. Ikkinchidan psixoterapiya, chunki neyroplastiklikni qo'llab-quvvatlaydigan usullar shu kognitiv поведенческий psixoterapiya yoki mindfulness deydi va motivatsion intervyularni depressiyani samarasini yaxshilaydi, davolashda. Uchinchi jihat stress menejment va shu lifestyle deydi, ya'ni kortizolni nazorat qilish uchun uyquni to'g'ri tashkil qilish kerak, jismoniy faollik, meditatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va albatta kompleks yondashuv, bu psixiatr, psixoterapevt, oilaviy vrach, zarurat bo'lganda kerak bo'lsa nevrolog, endokrinologlar ham hamkorligi kerak bo'ladi. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, mutaxassislarga jo'natib qo'ying.